Avvalambor assalomu alaykum. Bu mashina o'sha Toyota Crown 93-yil proyekt uchun yasalayapti, xudo xolasa. Ustiga Ford Mustang 97-yilni mindiramiz inshaalloh. Как раз ko'taruvdim tagiga tushish uchun. Shu videoni o'zi olmoqchi emas edik aslida, no olishga majbur bo'ldik. Nimagaki har xil kommentariyalar bo'lyapti. Hozir sizlarga tagini ko'rsatib chiqaman, xudo xolasa. Xo'p, marhamat, mana bu zadniy most. Chulok yo'q bu yerda. Polni granata bilan kelgan va marhamat. Mashin mana mashinani tag qismi, mana mashina yurib turgan. Kimda botlar ham yetishmaydi. Usta ko'rgan mashinani. Endi o'sha 93-yillarda faraz qiling Volga tam допустим, masalan Volga 93-yilda 31larda уже ishlab chiqarib boshlagan. Shunaqamikan taglari. Xadavoy chast. Mana. Mana bu oldi, xo'p. Mana rama ketyapti, polni mashina ramada. Ramadan ko'tarib qo'yganmizlar. GM bilan bu safar solishtirmaymiz. O'sha Volga ili mana bu 02 07 2011 ili 2012 to'xtadi. Zavoddan chiqishdi. Bir endi solishtiringlar. O'sha Jigulilarni tagiga kirmaymiz, Volga Jigulilarda hammalaringiz bilasizlar. Endi o'zlaring solishtirib ko'rasizlar. Mashinaning narxi qiziq bo'lsa aytinglar, men olgan narximni aytaman 2 yil oldin.